Sanasiga qo'y go'shtini 135 ming, mol go'shtini esa 115 mingdan kelib bemalol xarid qilasizlar. Mana hurmatli yo'q go'sht mijozlari, bu ko'rib turgan Baqot Qamson xudo xolasa ertaga juma aksiyasiga sotiladi. Bundan oldin ko'plab buqalarni juma aksiyasiga so'yib do'konimizga olib chiqdik. Ko'rib turibsizlar, bunga o'xshagan sifatli, mesni eng muhimi jaydar buqalar hammasi. Agar u buqalarni suyab qolsa, bu buqani zapasga olib qo'ydik. Bu sira suyashi bilan buni sira so'yamiz. O'tgan juma go'shtlarimiz yetmay qolganligi uchun zapas qilib olib qo'ydik. Xudo xolasa kelib 115 ming so'mdan buqa mesni buqa go'shtlarni bemalol yo'q go'sht do'konida xarid qilishingiz mumkin. Hamda qo'chqor go'shtimiz esa 135 ming bo'lgan. Uni ham har doimgidek mesni eng zo'rlaridan sizlar uchun olib kelib yo'q go'sht do'konida sotuvda bo'ladi. Ertaga 27-mart sanasiga qo'y go'shtini 135 ming, mol go'shtini esa 115 mingdan kelib bemalol xarid qilasizlar. Manzilimizni bilasizlar. Bilmaganlar uchun yana bir eslatib o'tamiz. Toshkent viloyati Qo'chqor tuman Paxtazor mufi, ya'ni xalq tilida Pikiletka Misr to'yxonasining oldida yo'q go'sht do'konlari. Toshkentdan kelishda chap qo'lda, Saldatsidan kelishda o'ng qo'lda yo'q go'sht do'konlari har doim esingizda bo'lsin.